Bugun men xuddi momiqina par yostiqdek bo'lib chiqadigan mazali yong'oqli pirog retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bu pirogimiz 3 kun tursa ham qotmaydi, qolipimiz yog'lanmasa ham tagiga olmaydi. Ushbu foydali videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like bosib o'zingizga saqlab oling. Idishimizga tuxumlarni hamda saxarni pudrani solib, yaxshilab ko'pirtiramiz. Men planetarniy mikserda ko'pirtirdim. Siz oddiy mikserda ko'pirtirsangiz ham bo'ladi. Ko'pirib olgan massamiz ustiga xona haroratida turgan saryog'imizni solib, yana bir marta aralashtiramiz. Iliq sutga chayin sodani solib aralashtirib, ustidan unni solib odnorodni massa holiga keltiramiz. Yosh qizlarimiz menga ko'p murojaat qilishadi. Negadir pirogimni ichi siznikidek g'ovak bo'lmaydi deb aytishadi. Diqqat qilamiz. Pirogimiz o'xshashini ikkita asosiy qoidasi bor. Birinchisi barcha mahsulotlar gramovkalarini to'g'ri tanlash, ikkinchisi esa duxovkamiz graduslarini to'g'ri yoqish. Yanada mazali bo'lishi uchun esa yong'oqlarni ayamay solamiz. Berilgan ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta menga obuna bo'ling. Sahifamda esa bundan zo'r pishiriqlar, sir asrorlar bilan o'rgatilgan.